أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين. أما بعد. Biz o'tgan dersda sunanul vudu haqida to'xtalgan. Bugun nawaqidul vudu haqida to'xtalganmiz. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وينقض الوضوء كل ما خرج من السبيلين. Taharratni sundiradigan narsalardan oldi orqa ikki yo'ldan chiqqan har qanday narsa sundirdi deydi. Oz bo'lsin, jiq bo'lsin. Wa min ghayri as-sabilayn in kana najisan. Buningdan boshqa badandan chiqqan, masalan, qon bo'lsin, jiran, uningdan boshqa shunday narsalar, najis deb qaralgan narsalar chiqsa ham taharratni sundirdi. Lekin unda Hanafi mazhabda qon va shuningdek narsalarning chiqishini o'zining o'rnidan boshqa joyga tarab ketsa, tozalash kerak bo'lib qolsa sundirdi deb qaraydi. Masalan, qon chiqib boshqa yamramaydi, shu chiqqan joyda to'xtab qolsa, taharrat sundirmaydi. Lekin boshqa tarafga yamrab taqib ketib qolsa, sundirdi deydi. Buning dalili qavlihi ta'ala أو جاء أحد منكم من الغائط. أنا شو هذا الشقة بيرغان آياته يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. Muş ayette yaki birinla hacetxondan kelsa deydi. Hacet qilib qaytqanida namoz o'qimoqchi bo'lsa taharrat qilish kerak demoqchi. Buningdan unda cho'ng kichik taharrat qilsa taharrat sundiganligi chiqadi demoqchi. Wal gha'itu haqiqatan al makanul mutmain. Ana g'oit degan so'zning o'zi nima? G'oit degan keyingi vaqtlarda ko'chma ma'nosi shu taharrat degan narsa, ganda degandek shuni ifodalaydigan bo'lgan. Lekin aslida bu so'zning ma'nosi al-makanul mutmain. Mutmain degan sal qasrak, chuqurroq, o'yman joy demakchi. Va laysat haqiqatuhu murada. Endi o'yman joyga berib qaytib kelsa taharrat kerak degan bu haqiqatda maqsad qilmaydi. فيجعل مجازا عن الأمر المحوج إلى المكان المطمئن. Lekin bu yerda maqsad qilingani shu chuqur yoki o'yman joyga muhtoj qiladigan shu ishni maqsad qildi deydi. Ya'ni taharrat qilish degan ma'noda, hojat qilish degan ma'noda. Va hadhihi al-ashya'u tuhwiju ilayhi. Bu hojat qilishdak bunda ishlar shunda o'ringa muhtoj qilib qo'ydi. Lituf'ala fihi. Hojatni shunda chuqur joyda, boshqa ko'rinmaydigan joyda qilgan bo'lg'achqa, burun hamda shunda sayliqlarda, masalan, tuzlanliklarda, masalan, avtobus cho'lda ketib qolgan bo'lsa, saydilam to'xtasa, kishilar hojat qilmoqchi bo'lsa, dal-duldigan bir joyni izlaydi, chuqurroq masalan. Majaz asli haqiqiy ma'nosida ishlatilmay, boshqa ma'noda ishlatilgan demakchi. Ya'ni balog'atda o'qishlar. Mesela hozir Uyg'urchada biz hojatxonaga kirib chiqay, yo suxonaga kirib chiqay deymiz. Ya'ni taharrat qilib olay demakchi. Lekin chiroyli atab, yo'gab ishlatgan so'zlar. Tasatturan anin nasi ala ma alayhi al-ada. Insonlar odatda hojat qilgan chog'da kishilardan biror narsani daldiqib turib, xoli holatda qiladigan bo'lg'achqa, shunda chuqur joylarga muhtoj qiladi deydi. Demak, asli g'oit degan chuqur o'yman joyindaydi. Lekin keyincha shu hojat qilishning o'zini yoki shu ganda degandek bir narsani maqsad qilgan ishlatilib ketgan. Shunga masalan, chuqur bir joyga berib, boshqa bir ish uchun yo layitish yo bir ish qilib berib qaytib kelsa, taharrat ketmaydi. Chunki hojat qilmaganlik. Asli maqsad hojat qilish.
وقال عليه السلام الوضوء من كل دم سائل Akkan arqında kan olup kalsa tartılış lazım. Yani taran sundurdu diyen manda şu rivayetini keltiripti. Bu rivayet aciz. Hazır ama Hanefi mazhab, Şafii mazhabda başka mazhabların karşısında bedenden kan çıksa tarat sunudu degenge delil ekleşi lazım. Çünkü başkalar kan çıksa tarat sunmaydı dep qaragan. İmam Şafii dekmez. Yani bu kitapta hazır ekegen hadis aciz. وقال عليه السلام yani aleyhisselam da ibare sürürken lekin biz وقال sallallahu aleyhi ve sellem deymiz. Men qa'a ev ra'ufa fi salatihi felyansarif vel yetevadda. Kimiki namazida qaytib qalsa yoki burni qanab ketsa qaytib ketib tartib va son yani tarsunda demakchi. Lekin bu shu hadismi aciz. Bu qon chiqishi bilan tarix sunish masalasida Hanefi mazhabının asaslangan delilleri ma kitapta bayan qilgani aciz chiqdi. Lekin undan başqa sahih hadisning delilleri var. Biz yuqorqi darsda aytib o'tdik. Mesela ixtiyorda ya hidoyada ya shar'iy qoida bir masalaga ya bir hukmga shu kitoblarda aciz bir hadisni kelgan bo'lsa, bu shu masalaga sahih hadisdan dalil yo'q deganlikni bildirmaydi. Kitapta kelgan hadis aciz olgan bilan undan başqa sahih dalillarni keltirgan ulamalar bor. Masalan, qanchisi tarix sunganligiga Hazreti Fatima bint Abi Hubaysh radhiyallohu anha bu katta sahoba ayollardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga shunday degan: "Inni imra'a ustahadu fala athur." Yani hayz tugagandan keyin to'xtamay xun keladi, saqib bo'lmayman. Istihada davomli shu demakchi. Bu chaqda men namozni tashlamdiman, fa ad'us salat degan chaqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedi: "La, yo'q, namozni tashlamaysiz. Innama zalika irqun." Bu tumudan chiqqan qon. Va laysa bihayd, hayz emas. Fa iza aqbalat haydatuki fatruki as-salah, fa iza adbarat faghsili anki ad-dama thumma salli. Mishaga qadar muttafaqun alayhi hadis. Onun için Sahih Buxariyning rivoyatida hadisning oxirida qala va qala abi thumma tawaddai li kulli salatin hatta yaji'a zalika al-vaqt. Mushu jumla Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zining davomi bo'lsa marfu'lab, yani fi mazhabga dalil bo'ldi. Rasulullohning so'zi bo'lmay, Urvaning mudraj so'z bo'lib qolsa, bu tabi'inlarning va sahabe kiramlarning ko'p qismining mustahada har bir namozda tartildi degan qarashi bor ekanligi jihatdan Hanefi mazhabining dalillari qatorida bo'ldi. Demak, har namozda tartildi. Yani bu nimani bo'ldi hozir Hanefi mazhabi qanday dalil bo'ldi? Tumudan chiqqan qon tahoratni sundirganligi, shu holatda kasal ayol har namozga yangidan tartilish kerakligini ko'rsatdi. Undan keyin Hanefi mazhabda tumudan chiqqan qon mayli qayerdan chiqqan bo'lsin, tarixni sundurdi demakchi. Bu muttafaqun alayhi hadis. İkinci dalili Ayşe radhiyallohu anha qalat, qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam: "İza ahdatha ahadukum fi salatihi falyakhudh bi anfihi thumma liyansarif." Birinlarning namoz turib tarixni ketib qolsa, insonchilikda bunni tutgancha chiqib ketsin. Yani chiqib ketib, payt tartilib kirson davomlashtirsin demakchi. Buni Abu Davud rivoyat qilgan, Ibn Xuzayma va keyingi ulamolardan Shayx Albani sahih deb qaragan. Hozir buni tutib olsin degandan buni qanisa tarti sundo degan mazmunni chiqib qoldi. Balkim buni qanisa buni masjidni mehnat qilayotmaslikdan buni tutilib ketgan degan mazmunni chiqib qolishi mumkin. Lekin tarix sunudo degan mazmunmo chiqdi. Bu tarafdan Hanefi mazhabi dalil. Yani onun başka Hazreti Ali radhiyallohu anhu, Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhularninki namazda turib buni qanab ketgan kishi namozini to'xtab, qaytib, tartilib keldiganligi haqida sahih sanad bilan kelgan so'zlar bor. Undan keyin Hanefi mazhabi yuqorqi sahih hadislarga va sahabe kiramninki so'zlarga tayangan. Lekin buning qarshisida Şafii mazhabining dalillari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga marfu bo'lgan bir hadis yo'q. Sahabalardan birasining masalan o'q tegib
o'qitgan holat namozni davomlashtiryapti degandek rivoyat bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni xabar tepib mayli degan ahvol yo'q bunda. Yana Hasan Basriyning masalan musulmonlar yerda holatda namoz o'qiyapti degandek rivoyatlar bor. Mazmun jihatdan dalil bo'ldi degan taqdirda Hasan Basriyning tabi'ining so'zi, sahobaning so'zi emas. Yerda holatda degani u qon chiqayotgan holatda deganlikni bildirmaydi. Yerda bo'lgan yarisi tang'liq, qon chiqmagan, zaxmlangan shunday holatda degan ma'nodan bo'ldi. Undaqonki mushu qon chiqib sirtga yamirsa tarasundu degan mushanifimizning qarashi jalliq. Va qala sallallohu alayhi vasallam yu'adul wudu' min sab'in. 7 ishdan tarat yanglash kerak bo'ladi. Va adda fiha al-qay'a mil al-fam. 7 narsaning ichidan og'ziliq to'shqicha yondirib qolsa, qayqisa demakchi. Va damas sa'il. Oqqan qon badandan chiqib qolsa, val qahqaha qahqahlab kulish va nom va uxlash. Lekin bu rivoyat mojiz. Yani bu rivoyatning o'rniga sahih rivoyatni desak, yani bu mazhabningki dalili jalliq chiqdi. Va yushtaratu as-sayalanu fil kharij min ghayri as-sabilayn. Endi shu oldagi ishki yo'ldan boshqa joydan, badanning orqanda joydan chiqqan qon bizlar bo'lib qolsa, chuqur eqishi shart edi. O'zining o'rnidan boshqa joyga eqib, saqib ketgan bo'lish kerak. Lianna tahta kulli jildatin daman va rutuba. Chunki har qanday terining ostida qon va namlik bo'ladi. Fama lam yasil yakunu badiyan la kharijan. Unda oqmay shunda ko'rinib qolsa, bu sirtqi ko'ringan bo'ldi. Badi degan ko'rinib qolgan. La kharijan. U badandan chiqayotgan bo'lmaydi, shu badanda o'z joyida turib, sirtqi ko'ringan bo'ldi. Masalan, tirisi so'ylab ketgan ahvolda qon yig'ilib ko'rinib qolishi mumkin. Bi xilafis sabilayn, lekin oldi ishki yo'lda unda emas. Li'annahu mata zahara yakunu mutanaqqilan. Chunki oldi ishki yo'lda najosat ko'rilib qolsa, bu o'zining joyidan yetkazilgan narsa bo'ldi. Fa yakunu kharijan. Navonkin badanning sirtiga chiqadi. Qala wal qay'u mil al-fami. Yani taratni sundirgan narsaning qatoridan og'ziliq to'lgan qadar qayqib qolsa, yondirib qolsa, tarat sunadi. Lima taqaddama degan yuqorqi o'tgan dalilga asosan, ya'ni 7 narsani sanagan ashrivoyatga asosan demakchi. Wa huwa alla yumkinuhu imsakuhu illa bimashaqqa. Og'ziliq to'lgan ahvol og'ziga yenib ashqazondagi narsa uni og'zida tutamay, og'zi to'shab ketganlikdan tutamay qolgan holat bo'lsa, liq to'lgan bo'ldi. Yani bunun ölçümünü bekitib qo'yaptilar. Va in qa'a qalilan qalila. Az-azda yandugan ahvoldimi? Walau jumi'a kana min al-fam. Az-azda masalan 4-5 qatim yondiribdi, lekin hammani to'plasa, og'ziliq to'shdidek miqdorda bo'lib qolsa, yani tarat sunudi demakchi. Fa Abu Yusuf i'tabara ittihad al-majlis. Hamda az-azdan bir qancha qatim yandugan ahvolda Abu Yusuf debdi, bir o'tirashda, bir so'rinda ashuna yandugan bo'lsa, hammani jamlab turib, hammaning to'plamisi og'zini to'shqizgidek bo'lsa, tarat sunni deymiz debdi. Li'annahu jami'un lil mutafarriqat ala ma urifa kama fi sajdati tilawati va ghayrihi. Chunki shu so'rin bo'lgan bir nechta narsani jamlaydigan narsa. Bu fiqhda ko'p uchraydigan masala. Masalan, secde tilava. Qur'on takrorlab o'tib, Qur'on o'qib o'tib, bir o'tirishda secde oyatini bir qancha qatim takrorlab o'qigan bo'lsak, bir secde qilsak bo'ldi. Va undan boshqa masalan taloqni bir so'rinda 3 qatim taloq qilgan bo'lsa, bir taloq deb hisoblashba, shunga o'xshash. Va Muhammadun i'tabara ittihad as-sabab. Muhammad ibn Hasan rahimahulloh as-sababi bir bo'lib qolsadi. Masalan, yondirishning sababi hövlash bir ish sababdan 2-3 qatim hövlagan bo'lsa, hammasini jamlasak og'ziliq to'shqidek bo'lsa, undan tarasunda deymiz. Lekin bir qatim ozgina boshqa sababdan yondiribdi, yana bir qatim ozgina boshqa sababdan shunda bo'lib, bir necha sababdan azaz yondirgan bo'lsa, uni jamlab tarasunda demaymiz demakchi.
السبب وهو الغثيان. الغثيان كون إلشش وهبلوش السبب القريماس لأنه دليل على اتحاده. كون إلش سبب بروسا يندرش مشو bir sababdan kepti deymiz. Lekin bir qatim ko'ngli ilishqanlikdan yandugan bo'lsa, yana bir qatim boshqa bir sababdan yandugan bo'lsa, shirin kitgan bo'lsa masalan doktorxonada, buning sababi boshqa bo'ldi. Va inda Zufar matnidimo wal qaymul al-fam deganda zehir piniz bo'lgan. Yani Zufar buning qatilmadi demakchi. Zufar debto yanqudul qalilu aydan kal xarije min as-sabilayn. Az bir narsa yandırıp qasımı shu cho'ng kichik tarakka o'xshashlam tarakni sundirib o'tdi deb qarabdi. Va qad marra javobuhu. Buningga yuqorida raddiya berilib bo'lgan hisobda demakchi. Buning javobi shu 7 narsadan qayta tarat ilish kerak degan rivoyat Imom Zufarga raddiya bo'ldi demakchi. O'zi rad bo'lganlarni topdi. Javobuhu. Yani Zufarga biz javob bermoqchi. Yani muşu reddiye manasida. İmam Zufar az bo'lsin o'xshash, aldaqıdan az narsasimi Rasulullohda muşu o'xshash degan bo'lg'achqa biz yuqorqi rivoyat bilan javob berdik. Yani reddiye berdik demoqchi. Wala yanqudu idza qa'a balghaman wa in mala al-fam. Yani balg'am yandurib qolsa, ozliq to'shqidek bo'lsa-mu tara sunmaydi. Nima uchun desa balg'am nejis emas deyishmi? Va qala Abu Yusuf in kana min al-jawf naqada. Endi balg'amni ikkiga ayiribdi. Birisi oshqozon tarafdan kelgan balg'am yoki galning tuvan tarafidan kelgan balg'am, yana birisi ming tarafdan kelgan balg'am deb ikkiga ayirib, agar qo'saqning ichidan chiqqan balg'am bo'lib qolsa, taratni sundirdi. Li'annaha mahallun najasa. Çünkü bu oshqozon tarafdan bo'lg'achqa nejis qaraladi deydi. Fa ashbaha as-safra. Bundan keyin nimaga o'xshaydi desa, sapra o'xshaydi. Sapra degan shu o'tning suyuqligi. Masalan, qo'yni so'ygan chaqda yo'q ishil suyuqlik bir xalt chiqadi. Shuni sapra deymiz. Mijazmi sapra deydi, masalan sapra mijaz. Yani lekin bu yerda suyuqlik. Yani shu kesiltadagi shuni maynat narsa demakchi. Shunga o'xshaydi. Qulna unda Abu Yusuf anda ikkiga ayirdi. Qulna deganimiz Abu Yusufga raddiya. Mush qulna degan ibora davomli chiqdi. Agar palamanda dedi deb undan keyin kelgan bo'lsa, shunga raddiya demakchi. Yani bizning raddiyamiz ma'lum demakchi. Biz unga deymizki al-balghamu tahir. Balgham degan pokiz narsa bu. Li'annahu sallallohu alayhi vasallam kana ya'khudhuhu bi taraf ridaihi wa huwa fi as-salah. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıp balgam kelib qolsa, o'zining yaktikining bir tarafiga ilibdi degan rivoyat bor. Yani bu namaz turib, yani kiyimiga yuqtirayotgan holatda namozni davomlashtirib ekan. Bu boshqa bu pokizlikni ko'rsatadi demakchi. Ya bir uchiga demakchi. Ya bir peshiga masalan. Mana aslidagi Buxoriyning rivoyatida ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. Namaz kılgan vaxtida da yolga kagayga tükümenler deb özü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerga öğütüp, eğer namaz kılgan vaxtida da balgam kelib qolsa, onu tükümey, o çağdan da qo'l yog'li, unda narsalar yo'q. Ridasininki ya yaktikininki bir tarafiga tükürüp balgamni Ondan bir tarafiga yo'gab, surkitib, yoki shuni qatlab qo'yib, munda qiyson deb o'yetgan. Sahih Buxoriyda kelgan hadis. Undan keyin bu balg'amning pokizligini ko'rsatdi. Imom Abu Yusufga aniq raddiya bo'lalaydi. ولهذا لا ينقض النازل من الرأس بالإجماع. Undan keyin Imom Abu Yusuf minisidan tushgan bo'lsa, dimig'idan tushgan bo'lsa, balg'am maynat emas deb qaragan ekan. Biz nereden kelgan bo'lsa, maynat emas degan ekan, hammalar birdek ijmo qilib, bu ijmo hozir Imom Abu Yusuf va boshqa ikki imom, ya'ni 3 imom o'rtasidagi ijmoni ko'rsatdi. Ya'ni mazhab ichidagi imomlarning ijmosi. Hammalarning birdek ittifoqida dimig'idan kelgan balg'am bo'lsa, taratni sundirmaydi. Deganda u balg'amni dimog'idan keldimi
yoki ish tarafidan keldim, buni ayirish masalasi ta'sir bo'lishi mumkin. Wa huwa liluzujatihi la tatadakhaluhu an-najasa. Bu balg'am degan shilimdek narsa bo'lishqa, buning orasiga unda boshqa narsa kirmaydi. Yepishqoq yoki shilimshiq deganda. La tatadakhalu orasiga najosat kirmaydi. Masalan, balg'amning ustiga suv quysanlarmi, bu ashunda bir tutash turadigan narsa. Bu pasim ketmaydi. Lekin boshqa najosatmi orasiga kirmaydi demakchi. Luzuja degan unda shilimdek yepishqoq demakchi. Baqiya ma yujawiruhu min an-najasati wa huwa qalil. Endi qo'saq tarafidan chiqqan bo'lsa-mu, buning orasiga mayna narsa kirmagan ekan, uning sirtqi tarafida yepishib qolgan najosat bo'lib qolgan taqdirdami, buni oz miqdorda bo'lg'achqa u ta'sir ko'rsatmaydi. Yujawiru degan ashunga chaqlashib kelgan narsalar. Wal qalilu ghayru naqidin. Az bo'lib qolsa, taratni sundirmaydi. بخلاف الصفراء فإنها تمازجها. Lekin safracho safra shu o'tdiki shu kesiltadek suyuqlik buningga bir narsa aralashib ketadi, boshqa maynat narsalar aralashib ketadi. Bu o'zi maynat narsa aslida. Yoki endi safrani biz masalan og'zi yongan seriq suvdek bir narsa deb qolsak, balki ehtimol bu o'zi pokizdir deb bunun bilan birga aralash maynat narsalarni chiqib qolishi mumkin desak, bu chadma ibora joyi uchidir. Tumazijuha buningga aralashidir demoqchi. Wa in qa'a daman aw qayhan naqada wa in lam yamla al-fam. Qon yandusa, qon qusgan bo'lsa yoki yiring, qayh degan yiring. Yiring yandigan bo'lsa, tari sunib ketadi. Va illam yamla al-fam. Og'zini to'shqizmagan ahvoldami? Chunki bu najis bo'lg'achqa. Va qala Muhammad ibn al-Hasan la yanqudu ma lam yamla al-fam ka ghayrihi min al-akhlat. Akhlat degan xilt. Xilt degan shu aralashgan suyuqlik. Aralashma. Bundan boshqa masalan oshqozondan chiqqan har xil narsa, yemekliklar, boshqa narsalar aralashib chiqqan suyuqlik oz bo'lsa, sundimagandek, mush qon va yiring bo'lsa oz bo'lsa sundimaydi demak. Ya'ni qiyos qilibdi. Qulna azir Muhammadga radiya. Al-ma'idatu laysat mahallan lid-dam. Oshqozon degan u qon saqlanib turadigan, unda bir tumor yo bir narsa emas u. Yani qonning makoni emas. والقيح إنما يسيل إليها من قرحة أو جرح. Endi yiring olib qolsa, shu joyda bir yara yoki zidi bo'lgan bo'lsa, yiringdab qolgan bir joy yoki bir jarohat, bir narsa bo'lgan bo'lsa, shuningdan eqib chiqqan bo'lishi mumkin. Lekin o'zida unda qon saqlanib turmaydi deydi. Yiringmi o'zida bo'lmaydi. Fa iza kharaja faqad sala min mawdi'ihi fayanqud. Yani şu joydan chiqib qolsa, oshqozondan chiqsa-mu, cho'qim oshqozonga boshqa bir yiringdigan yoki zaxmlangan bir joydan kirgan bo'ladi, sirq chiqib qolsa, bu chog'da tahoratni sundirdi. Hatta law qa'a 'alaqan la yanqudu ma lam yamla al-fam. Davomikanda, masalan, uyul bir parch qonni yondirib qolsa, uyul bir parch qon ketdi. Ağzıdan. Alaq degan uyul qonni demakchi. Tara sunmaydi deydi. Ağzıga liq to'lmasa, ozgina bir parcha uyul qon yandigan ahvolda ağzı to'shmagan ekan, tara sunmaydi ekan. Li'annahu yakunu fil ma'ida. Chunki uyul qon degan balki shu oshqozondan bo'lib qolishi mumkin. Masalan, ya jigar yoki yurak degandek bir narsa iste'mol qilgan bo'lsa, shu tomoqninki orasidagi qondek bir narsalar bir parcha uyul qon shakllantirgan bo'lsa, oshqozonda hazm qilinadigan narsa qatorida bo'lib qolish ehtimoli bor deydi. Hakaza rawal Hasan an Abi Hanifa. İmam Abu Hanifa'dan şagirdi Al-Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'i mushunda rivoyat qildi demakchi.
Bana bunun hem de bir ağız koşumu, müddet alette kayıp kısmı ve kan kısmı bozuldu da hüküm kılamdı. He, ağzılık toşmusu mu? Kan, yak yerin yandırıp kalsa az olsun mu? Tarağını sundurdu. Peki uyulkan olsa, belki bu aşkazandaki hazm kılıngan narsalar Qatardagi bir narsa bo'lgan bo'lsa, bu qon hisobida emas, odatda yandigan tamoq hisobida demakchi. Wa idha ikhtalata ad-damu bil busaqi in ghalabahu naqada. Hamda ba'zi tükürgen vaqtimizda masalan, ya tish cho'tkisi ishlatgan vaqtimizda, ya tish ko'lg'an vaqtida masalan, tükürsak qon aralash tükürük chiqishi mumkin. Qon tükürükka aralashib ketib qolsa, agar tükürükni besib tushsa qon rangi tarixni sundirib turadi. Qap qizil tükürgen bo'lsa, tarix sunadi demakchi. Hukmanul g'olib. Chunki ko'p qismiga shu narsaning hukmini beribdi. Va kada idza tasawaya ihtiyatan. Qon bilan tükürük miqdori tam-tam kelib qolgan ahvoldami, qaysi jiqqa biz bilinmay qolsaqmi, yanala ehtiyot qilib biz tarixni sundirdi deymiz. Yani bunun azıcıklığı belki şu renginden bilinişi mümkün. Ve in galabal busaqu la. Eğer tükürük qandın köp bulab qalsa, tarixni sunulmaydi. Yani la yanqud demekçi. لأن القليل مستهلك في الكثير فيصير عدما. Çünkü az narsa köp narsanın içinde sınıf ketgan, yo'qolib ketgan narsa bo'ldi. Yani yo'qning hisobida bo'ldi demekçi. Mustahlak degan aslida istahlak degan ishlatib ketgan, iste'mol qilgan degan ma'noda, miyadamda yo'qolib ketadi degan ma'noda. Qala wa yanquduhu an-nawm muttaji'a. Yana taharatni yotgan holatda uxlasa taharatni sundirdi deydi. Yani taharatni sundirgan narsaning ichida yetib turib uxlasa taharat sunadi. Lima rawayna. Biz rivayet qilgan hadisga asosan dedi. Bu hadisni endi akilishi mumkin. Ha yuqordimi? 7 narsaning qatoridan an-nawm dedi-ku. U mu hisob bo'ladi, buniki mu bir hadis akilishi mumkin. Va kadhalikal muttaki'u wal mustanidu. Yana bir narsaga yo'linib, tayinib turib uxlaganlik bo'lib qolsa-mu, tarixni sundi demakchi. Yo'linib turib, bir narsaga tayinib turib uxlashmi tarixni sundirdi. Li'annahu mithluhu fil ma'na. Shunga o'xshash, yani yetib turib uxlagan bilan o'xshash demakchi. Qala sallallohu alayhi vasallam: "Al-'aynu wika'us sahi, fa idha namat al-'ayn inhalla al-wika'." Al-'ayn degan ko'z. Ko'z degan yani o'g'oq holat demakchi. O'g'oqlikdan majoz hozir. As-sahi degan o'sha oq tarafni ko'rsatadi. Yani maqat yo'li degandek. Mesela Arabchada as-sahi yoki al-ist degan so'z bor. Al-'aynu wika'us sahi. Ko'z yoki o'g'oq holati oq yo'lninki yoki maqatninki bo'qchi, jip yoki sho'yna degandek narsa. Wika' degan. Fa idha namat al-'ayn, agar ko'z shunda yumilib uxlagandikilar inhallal wika' bo'qich yeshib ketib qoldi. Yani bu yerda hozir turmuzga o'xshash. Uxlagan ahvolda turmuzlash bo'lmaydi demak. Bu hadisni kitobning ostida ojizgan bo'lsa-mu, lekin hasan darajadagi hadis. Qala wal igma'u wal junun. Yani tarix sundirgan narsaning ichidan bihush bo'lish, hushidan ketish, oylinib ketish, wal junun saranglab qilish, masalan, birdamlik saranglab qilib aqliga tilg'al bor. Unda ahvol bo'lib qolsa, tarixni sundirdi demakchi. Li'annahuma ablaghu fi izalatil muskati min an-nawm. Ablag min an-nawm demakchi. Chunki bu hushidan ketish bilan saranglab qilish uyqudan bakrak ig'ir narsalar. Al-muska degan o'zini tutilish, turmuzlash. Yani turmuzni yo'qotishda izalatul muska degan. Turmuzni yo'qotishda uyqudan mo ig'ir narsalar. Li'anna an-naima yastayqizu bil inbah. Chunki uxlagan kishi biroz o'g'itib qolsa, ogohlantirsa, uyg'ona oladi.
vel mecnun vel mughma alayhi la. Sarang olgan kişiga yoki hushidan ketgan kishiga qancha bir hushiga keltirish uchun, aqliga keltirish uchun gap qilib qolsa-mu, aslo oltiga qaytmaslik mumkin. Ammo inzah manasi bor. Uyg'otish, ya'ni nabbah deymiz-ku. Agahlantirish, tanbih berish. Qala wan-nawmu qa'iman wa raki'an wa sajidan wa qa'ida la yanqudu. O'ri turib, ya ruku'dagi holatda, yoki sajda qilgan holatda, yoki o'ltirgan holatda uxlash tahoratni sundirmaydi. لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء على من نام قاعدا أو قائما أو راكعا أو ساجدا إنما الوضوء على من نام مضطجعا. Muş hadiste o'ltirib yoki o'rtirib yoki rukuda ya sajda qilgan holatda uxlab qolgan kishining tahorati sunmaydi demaydi. La vudu degan qayta tahoratdan musun bo'ldi. Innamal vudu qayta tahorat edish degan ala man nama muttaja'a. Yetib turib uxlagan kishi qayta tahorat edish kerak. Ana yetib turib bo'lgan bo'lsa, yunib turib uxlagan tahorat amasi chiqmaydi. Yo'q, yulinib turish bu yetib turib uxlashga o'xshashdir. Va kadalika muttaki va mustanid deb boshqa qiyos qildi. Demak, yetib turib uxlasa tahorat sunudi deb hadis keldi. Biz uningga yo'langan ya bir narsa tayinib turib uxlaganni qiyos qildik. Qala va massul mar'ati la yanqudul wudu. Er kishi esa ayol kishini tutsa tahoratni sundirmaydi. Bu yuqori qarasanglar Muxtorning matnida va massul mar'ati la yanqudul wudu va kaza massul zakari deb ta'rif qo'ydi. Ya'ni Imom Shafiy rahmatullohi alayhi ayol kishini tutsa tahorat sunudi deb qaragan. Hanfi mazhabda sunmaydi. Li rivoyati Aisha radhiyallohu ta'ala anha anna an-nabiy sallallohu alayhi wasallam qabbala ba'da nisa'ihi thumma salla wa lam yatawadda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayollardan ba'zisini söygen ve çıkılan namaz okuyan. Aralıkta taharet yanılamagan. Bu Urva Hazreti Ayşe'den rivayet hadis olarak şu ba'da nisa'ihidin kim maksat? Hazreti Ayşe özü maksat. Yani Hazreti Ayşe meni deyişin orunga ayollardan bazısını diyen. Hazreti Ayşe müşahidesine Urva'ya rivayet kılıp bergen çağda Urva Hazreti Ayşe'den soğugan. Bu çok siz buluşunuz mümkün ise Hazreti Ayşe külgen. Seyyed ismi var. Yani müşahidis Seyyedis bo'lgan ekan, bu mushu masalada talash tartishni bitirib qo'ydi. Wal ayatu muta'aridatut ta'wil. Yani mushu oyatni dedi. Qaysi oyat? Bizning hozir kitobda chiqayotgan oyatdan faqat hozir bir oyat bor. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum lis-salah. Shunda aw lamastumun nisa degan. Aw lamastumun nisa. Aw lamastumun nisa yana bir qiraatda aw lamastumun nisa degan. Lamasa degan tutdi degan bo'ldi. Lamasa degan jima qildi degan bo'lishi mumkin. Hozir hamda ayol kishini shunda tutsalam tahorat sunni degan bo'lamdi yoki jima qilsa tahorat sunni degan bo'lamdi degan ikki tushunish bir-biriga zid kelib qoldi deydi. Muta'aridatut ta'wil. Ta'wil degan tafsir yoki shu oyatni izohlash. Usul fiqhda boshqa ma'noda bo'lsa-mu, lekin bu yerda shu tafsir deb tushunsak bo'ladi. Usul fiqhda ta'wil degan sarful lafzi anil zohir. Ochiq bir ma'nosiga apamay, boshqa ma'nosiga apasaq ta'wil bo'ladi. Fa inna ibn Abbas radhiyallohu anhuma qala al-murad bil-lamsi al-jima'. Shada lamastum degan so'zdan maqsad qilingani jima. Bu qo'lda tutishni maqsad qilmaydi deb tafsir qilgan. Wa qad ta'akkada bi fi'li an-nabiy sallallohu alayhi vasallam. Mush oyatda lamastum degan iboradan jima maqsad qilinganligi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilgan ish harakati bilan texmo ta'kidlanib ketdi, kuchlanib ketdi, aniqlab ketdi. فعل النبي قيسا قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. Bundan ki muşu lamastumun nisa degan muşu oyatda ikki xil ehtimollik bor. Allamsu bil yad yoki jima. Endi Hazrati Aisha Rasulullohning ayolini so'yib qayta tahorat yanglamay namoz o'qishini rivoyat qilgandan keyin bu yerda
jima maqsad qilindi deb muayyanlashdi. Bundan boshqa dalillar bor. Masalan, Hazrat Aisha rivoyat qildi: "Faqattu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam laylatan min al-firash." Bir kishisi men ko'pda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yo'qligini his qilib izdisam, fawaqat yadi ala batni qadamayhi. Qo'lim Rasululloh sallallohu alayhi vasallamningki putining ich tarafiga, ya'ni tapiniga deydi. Tapiniga qo'lim tegdi. Wa huma mansubatan. Baş ikki puti tiklangan holatda sajda qilgan holatda demakchidir. Shu chaqda qarang'i o'g'ashqa sajda qilgan chaqda ikki putini tiklab turgan chaqda olqiniga qo'lim tegdi. Va huwa yaqul, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechida qo'pab namoz o'qigan holatda sajda oltida ekan. Va huwa yaqul, Allohumma a'udhu bi ridaka min sakhatik va bi mu'afatika min uqubatik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Muşunda dua qılayotganligini ko'rdim demoqchi. Yani hozir Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sajdada Hazrat Aisha kechida timisqilab yurib Rasulullohning putini tutdi. Lekin hozir bu yerga dalil vajil istidlal Rasulullohning putiga Hazrat Aishaning qo'li tekkan bo'lsa-mu, Rasululloh tartib sunnatida bir qo'y tartilib uni qilmay namozini davomlashtirib Nondikan ayolning badani tegsa, bu yerdan tegishgan qo'lni tutish yo boshqa badan tegsa degan ikkisi o'xshash. Tutish bilan ta'ra sunmaydi degan dalil chiqdi. Yana bir rivoyatda Hazrat Aisha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kecha namoz o'qiyotgan chaqda oldida xuddi jinozadek to'g'risiga yotibdi deydi. Bu chaqda hujurlar ta'chilik 1-2 metrlik hujurlar bo'lishi mumkin. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldida Hazrat Aisha yotgan holatda sajda qilgan joyida yitig'lar. Lekin sajdaga borgan chaqda amanda butun bir yerini chimdib qo'ysa, matrab kerak o'zini tortib tursa sajda qilyapti deydi. Undan keyin bumi tushsa ta'ra sunmaydiganini bildirdi. Bu mesele Hanifi mezhebinin zaten güçlü. قال المصنف رحمه الله تعالى وكذا مس الذكر. Ekşi evretin tutsa ta'ra sunmaydi. Hani bu yerda ekşi evretin tutsa ta'ra sunmaydi deb bekagan bilan ayol kishi evretin tutsa ta'ra sunmaydi o'xshash. Ya'ni zakar olsun, farji olsun evretni tutish bilan ta'ra sunmaydi demoqchi. Buning demo matnida al-Muxtarda farqini qo'ygandek Şafii mezhebininki qarshi o'xshash emas chiqdi. Yani Şafii mezhebda evretin tutib qolsa ta'ra sunudi deydi. Elbette bu meselede 5-6 xil qarash var. Birisi evretini tutsa ta'ra sunudi deydi, sunmaydi deydi. Shahvat bilan tutib qolsa sunudi deyish mumkin. Bunun boshqa qarashim bor. Lekin bu yerda Şafii mezhebi bilan Hanifi mezheb sunudi sunmaydi degan meselede ikki taraf bo'lib qoldi. Bunun delili liqavlihi sallallahu aleyhi ve sellem li Talq ibn Ali radıyallahu anhu hine se'alahu hel fi messid zekar vudu. Talq ibn Ali diyen muş kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin qishiga ömek olab kelib bir müddet tuğan, bir qancha kun yoki bir müddet tuğan chaqda mushunda so'rgan. Kishi evretin tutsa ta'ra sunamdi. Qala la hel huwa illa bid'atun mink. Yo'q, sunmaydi. Bu faqat sening bir parchangdan boshqa narsa emas. Sening badaningning bir parchasi demakchi. Nafal wudu'a. Yani mushadis hozir qaytarish yo'q demakchi deydi. Va nabbaha 'ala al-'illa. Yani taxa nima uchun tarit olmaydiganligining sababini ko'rsatib qo'ydi. Sababi to'g'riliq tanbih berdi deydi. Illati nima? Bu badanning bir parchasi. Masalan o'zining qo'liga o'xshash, qulog'iga o'xshash demakchi. Va ma ruya man massa zakarahu falyatawadda ta'ana fihi Yahya ibn Ma'in va ghayruhu min a'immatil hadith. Va ma ruya degan Şafii mazhabidagi dalil qilgan man massa zakarahu falyatawadda degan hadis ojiz demakchi. Ya'ni bunda Yahya ibn Ma'in va uningdan boshqa hadisshunos olimlar, mesela Ali ibn al-Madini, Tirmizi, İbrahim al-Harbi, İmam Tahavi degandek hadisshunoslar bu hadisni ojiz deb qaragan. Ta'nafi degan shu sanadda ravilarda ojizlik bor degan demakchi. Man masadakra falyatawadda degan bu hadis Marwan shu o'z vaqtidagi Madinaning valisi
Bu mutabi'i. Marwan Busra bint Safvan radhiyallohu anhadan rivoyat qilgan. Busra bint Safvan radhiyallohu anhadan rivoyat qilgan. Hazrat Urva bunga ishonmay, bunda rivoyat yo'q, tartilish ketmaydi deganda Marwan saqchisidan birini evatib, qayta so'g'izib kelgan. Yani bunun sanat jihatdan hadisshunoslar hadislarning ash ikki hadisdan o'ttirdi qolib qolgan. Hadisshunoslarning yerimi Talq ibn Ali'ninki tartilish ketmaydigan hadisni uni tanlagan, uni tarjih qilgan. To'g'riroqdir. Yani yerimi Busra radhiyallohu anhaninki hadisini tanlagan. Lekin hamda Hanifi mazhabininki tarjih qilgani Talq ibn Ali'ning hadisi. Her iki taraf özününki tercihini güçlendirişte 15-20 xil sebepni ekleşi mümkün. Gerçi makinki Busra radhiyallohu anhaninki hadisi sanad jihatdan sal jalliq bo'lsa-mu, lekin yanıla Talq ibn Ali'ninki hadisi shu jalliq. İmam Buxoriy mo shunda mazmunda tercih qilgan. Ba'zilar deydi bu erlerge münasebetlik, erler düştüldüğün bir hadisine, erlerden birisi rivayet kılmayı, ayol kişinin birisi rivayet kılını bu galit emas mı? Lekin bu hadisin rivayeti de men messe fercehu deb kelgan rivayetin var. Yani onu xas emas. Ferj degan erning avratigi mi, ayolning avratigi mi o'xshash ishlatilgan so'z. Masalan, Qur'on Karimda "Vallazina hum li furujihim hafizun" yahfazu furujahum deganda erlarga mi ishlatiladi? Muşu Memmese zekerahu diyenler Busra bint Safvan radıyallahu anha rivayet kılgan. Rivayet kılgan sahabe ayol şu. Busra. Bundan onunki bizden tercihimiz mi olmuş o? Hanifi mezhebinin karışı öğretinin tutuşuyla tahara sunmaydı o diyen karış. Kala vel kahkahatu fis salati tanquduhu. Namazda turup kahkahlap külüp kalsa taharetini sundurutudu. Lima ravayna yani şu yu'adul wudu'u min sab'a degan yuqorida bayon qilgan rivoyatga asoslanib chiqargan hukm. Bu hadis ajiz. Wa li qawlihi sallallohu alayhi vasallam man dahika minkum qahqahatan falyu'di as-salata wal wudu'. Hadisda qaysi biringlar qaqahlab kulib qolsa, namoznimi, tahoratnimi qaytilsin, hammani qaytilsin degan rivoyat. Namazını şu çağda buzuldu. Çünkü taharet sundu dinge. Taharet sunduğunca namazını davamlaştırmaydı. Çıkışı gerek. Yani müşahede bir mezhebinin anlamı boyunca taharet sunduğundaki mesela başka bir işilen hemen ittifak gelgen namadan bir taharet sunduğun olsa derhal çıkışı gerek. Müşahede almak için. Eğer ben bir adam cemaatinde namazı kıldık, mesela bir salamı bir ikinci salam veriyorsa ne o çağda bir katım salam bir boğamız namaz tamamlanmalı. Yani bir mezhepte bir kadın salam verişemez, teşahhud miktarı uttasa. Hatta teşahhud okumagan bo'lsa, teşahhud okuda miktarda uttasla namaz tamamlaydi. Ve ennehu varada fi salatin kamilatin. Bu anda qaqahlab kulzab namoz bikaldo tarisun degan mush rivoyat hozir to'liq zodi odatimiz o'qiydigan to'liq namozlarni kelgan deydi. Fayuqtasar alayha. Unda shu namozlarda tarisunda namoz buzildi emas. Li wurudihi ala xilafil qiyas. Muşu ahval qaqahlab kulish tariflanması lazım qiyas bo'yicha ham qilsak. Çünkü qiyasda bedandan chiqqan narsa sunnatda. Bu qaqahlab kulishni o'xshamaganga sunnat so'ldiki hadis kelib qoldimi? Aziz hadis olsun biz başlığıga da qiyasni cho'ratda o'qimoqchi. Hamda bu odatga to'liq o'qiydigan ruku, sajdasi va namoz bo'lg'achqa biz shuni bilan deymiz. Hatta law dahika fi salatil janazati va sajdati tilovati la yanqudul wudu. Sajda tilova bir xil namoz o'xshaydi deydigan bo'lishi mumkin. Sajda tilova qilsa, sajda qilib qo'lab keyin salom berdi deydiganlar bor emas. Bir xil namozga o'xshatib. Bu hamda unda to'liq namoz emas. Yani cenazemi ruku secdesi olmaganken to'liq emas. Onun da qaqahlab kulib qolsa taharet sunmaydi deymiz. Wal qahqahatu an yasma'aha jaruhu. Endi qahqahninki o'lchimi qanchalik desa, endi tug'an kishi anglasa qaqahlab kulgan ovozni bu qahqaha bo'ladi. Wa hukmuha intiqadul wudu'i was salati jami'an. Buning hukmi namozmi buzilgan bo'ladi, taharetmi sungan bo'ladi. Hem de onun bir derece tüven boğuna ad-dahik, külüş.
Bunun ölçümü en yesma'hu huve la gayruhu. Bunun avazını özü anlaydı, yanındaki adam anlamadı. Hey degandek bir kılıp. Avaz özü anlaydıgan derecede. Yanındaki adam anlamaydı. Qalu ve yubtilu salata la gayr. Yani bu külke qaqahlamagandan bu namozni ham buzutdi, ta'ra sunmaydi. Yani namozni buzib, yanından quloq turish kerak demoqchi. Ve tabassum ma la yesma'uhu huwa. Tabassum degan bu ovoz yo'q, kulishdan iborat. Yani kalp kemirilishi mumkin, yuzda bir ifoda bo'lishi mumkin. Buning hukmi u ta'ratni sundurmaydi, namozni buzmaydi. Namoz turib, masalan, bir ish xiyoli kelib qilib, bunda tabassum qilib qolsa, hech nima bo'lmaydi. Yani xushuga ta'sir ko'rsatishi mumkin, lekin namozni buzgan darajada emas. Ve in şekke fi naqdi vudu'ihi. Naqdi danlaşı. Ba'da biz ko'rdim, biz anlaşılan. Naqdi vudu'ihi. Ve in şekke fi naqdi vudu'ihi. Tartın sunduğunu da şek qilsa, fa in kana awwala shakkihi aada, yani a'adahu demek. Bunda ilgari onda shak qilmay, tunji qatim bunda shak bo'lib qolgan bo'lsa, taratni qaytadan elitdi. Li'annahu tayaqqana bil hadafi. Çünkü baş taratni elishdan ilgari buning tarissizligi keskin shunama. Taratim yo'q deb aniq bilgachga tarat olgan bu. Ve shakka fi zavalihi. Keyin tarat elib, ashunda shak qilganlikdan ash burunqi tarissizligi hozir yo'qolib ketdimi, yo'qolib ketmadimi deb shak qildi. Zaval degan yo'qolish. Yani aşı tarat ilişti ilgiri, tarat yok çağda, tarat yoklukı keskinti. Keyin tarat aldı. Taratı şakıp kaldı. Ne olurken aş ilgiri taratsizlik, azim yokudu mu, yokumadım da şunu şak koyup kaldı. Ne olurken tarat yok da qaraymiz demekçi. Ve in kana yahdusu lahu kathiran, lekin davamlı bunda şakıp kaldığın bolsa, bazı kişiler şunda vesvese, kesir girip tarıldığı davamlıq mesela tartın sundum şunda yana qayta tartıldı. Yani tartılıp çıktı, yana qayta tartıldıgan. Bu davamlıq onda duch kelib qoldigan ahvol bo'lib qolsa, lam yu'id. Qayta tarat almaydi. Daf'an lil haraj. Çünkü bunda tarat ilayversa, har qatında tarat algancha 2-3 qatim tartilish bo'lib qolsa, bu intayin qiyinchilikda qoladi. Biz shu qiyinchilikdan qutulish uchun qaytarat almaydi deymiz. Çünkü dinimizde haraj bo'lmag'achqa. Ve men ayqana bil hadafi ve shakka fi at-tahara. Endi tarat sunganligi aniq, lekin men tarat oldimmi, olmadimmi deb shak qilib qolsa, aw bil aksi yoki tarat og'irligi aniq, bayatın tarat oldi, zammalinmasin, bilimiz ko'rdik. Keyin ondan taratni sunnu deb shak qilib qolsa, akhada bil yaqin. Keskin boğunu tutmadı. Keskin boğunu bitti. Sadece tartılıp çıktı. Tartıbalığı keskinti. Keyin onu şakıp kalsa tartıba deymiz. Tart yo'qligi. Biz tara sundurup çıktı, tartanmay. Tara sundurganligi iniq. Keyin men tart oldimmi, olmadimmi deb shakıp kalsa tart yo'q deymiz. O'sha yaqin hisob demak. Fiqhiy qoidaning ichida el-yaqinu la yazulu bish-shak degan 5 jon qoidaning birisi shu. Keskin isbotlangan bir narsa bo'lib qolsa, bu shak bilan yo'qolmaydi. Masalan, taloq qilgan qilmoqligi shak qilib qolgan. Taloq deganmidan, deganmi degan shak bo'lib qolsa, nikoh ta'sir etmaydi, taloq hisoblanmaydi endi. Shunga yo'l bormi? Tartibga namozini yeni qilib, anaken aralab kulib, yana namozlarga qilganda. Qalqalab kulib ham tarangashib. Bundan vaqtdan qayt tarat olinib yoki shu tarat pay hisoblanadi. Qayt tarat edish kerak. Endi meyada namozdan sirtida tarat sunamdi. Hanafi mazhab kitoblarida namozdan sirtida qaqohlab kulsa tarat sunadi, namozdan sirtida qaqohlab kulsa tarat sunmaydi deb qayd qilgan. Ama bir atraf anlaşılma mı? Başka anlaşılma hesap değil mi? Biz anladık derece. Hanafi mazhab shunda. Lekin boshqa mazhabning qarashida qaqohlash tarat sundirgan narsa qatoridan emas. Hanafi mazhabning bu qaqohlashga kelgan dalili aziz bo'lgan ekan. Mesela bazı meselede biz
Aciz bir şekilde lekin seydilin vardı da. Lekin mana masalada seydil bulmagan ekan, qara sunmaydi degan qarash shu. Nima ekan? Qaqaqlashidan qara sunmaydi. Yani namazda turib qaqaqlab qalsa, namozdan xushu olmasa, namozdan ruhini yo'qotgan bo'lg'achqa namoz buzilib ketdi deyishimiz mumkin. Lekin qara sunmaydi. Qarta qaqaqlashidan sunmaydi. Biz amal qilishda qaqaqlashidan qara sunmaydi degan qarashga amal qilsak bo'ladi. Namazlarni qilgan vaqtda tish ko'rinib qolsa, tartib buzilib ketadi deb anladim. Tabassum shular kirib ketadi yonimga. Ovoz chiqarmoq ekan, shuni qatarish. Sonra oldingi darsdagi nimani tahoratdagi niyat va tartib deganni kelganda tahoratni mustahablari deganda gap turgan. Shuni oxirida innahu sunnatan va huwa al-asr o'shiksinga sunnat bo'lganligi sahihroq deb tondavsiz. Nimda yana mustahabga yakulu. Yani bu özette baş iki narsa mustahab mı, sünnet mi degan bir taraddud var. Taraddud bo'lganken mustahab deb eklab, nutqulab mesela metnida mustahab degan qarashni eklagan. Masalan. Eklagankin ma ixtiyor deb sharhlagan chaqda sunnat degan qarashni tarjih qilib, lekin sunnat degani shu sahihroq dedi. Yani shu hisob. Ha, ulamaning so'z qarashi shikil bo'lib qolgan. Navonkin shu sunnat degan qarash shu hisob. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.